Buyuk Xitoy devori haqida eshitgan bo'lsangiz kerak, ammo uni insoniyat tarixidagi eng keraksiz inshootlardan biri deyilishini bilarmidingiz? Videoni boshlashdan oldin kanalimizga obuna bo'lib qo'ying va videoga like bosing. Bu devor ko'chmanchi xalqlardan himoyalanish uchun qurilgan. Uzunligi 21 ming kilometr. Bir qarashda o'tib bo'lmasdek tuyuladi, ammo amalda bunday bo'lmagan. Qish kelganda devor bo'ylab joylashgan qo'riqchilar ayanchli holatda bo'lgan. Eng qizig'i, ko'chmanchilar hujum qilish kerak bo'lganda shunchaki qo'riqchilarga pora berishgan. 8-asrga kelib esa ular devorni hatto buzib ham o'tmay, shunchaki chetlab o'tishgan. Devorni qurish uchun qariyb 2000 yil vaqt ketgan. Shu vaqt ichida urush texnologiyalari butunlay o'zgargan va devor o'z ahamiyatini yo'qotgan. Shu sababdan ko'pchilik xitoyliklar 2700 yil oldin turizmga sarmoya kiritgan deyshadi. Chunki bugun devorni ko'rish ortidan sayyohlardan Xitoy yiliga 1 milliard dollardan ortiq daromad ko'radi. Boshqa bir sirli nazariyaga ko'ra, bu devor ko'chmanchilardan emas, balki dahshatli mavjudotlardan himoya qilish uchun